Salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Kamina Bekzod va bugun biz sizlar bilan tovuq filesidan quymoq tayyorlaymiz. Buning uchun bizga jo'ja tovuq filesi, mozzarella pishlog'i, mayonez, ko'kat, tuxum, sariyog' va ziravorlar kerak bo'ladi. Ishimizni tovuq filesini kesishdan boshlaymiz. Tovuq tagidagi mayda fileni kesib olib, tovuqimizni to'g'rashni boshlaymiz. Endi esa unga qolgan masalliqlarni qo'shib olamiz. 3 dona tuxum qo'shib, 1 qoshiq to'la mayonez, mozzarella pishlog'imizni qirg'ichdan o'tkazamiz. Biroz ko'kat to'g'rab ichiga qo'shib olamiz. Barcha masalliqlarimizga ziravorlarni qo'shamiz. Tabga ko'ra tuz, qora murch va qizilcha qo'shamiz. Buni barchasini juda katta taxta qoshiqda un bilan aralashtirsak bo'ldi. Demak, tovaga yog'imizni qo'yamiz va buni qizdirib olamiz. Jo'ja tovuq filesidan quymoqlarimiz tayyor. Yoqimli ishtaha.